Qadrli kuzatuvchilar, siz ham uyingizga, bog'ingizga ko'chatlarni bizdan buyurtma qiling. Sizga ham mana shunday holatda yetib boradi. Qadrli kuzatuvchilar, aynan qo'limda ushlab turganim Buxoroga ketyapti. Bu pochtamizni taksi orqali jo'natyapmiz. Bundan tashqari bugun Qoraqalpoqqa, Xorazmga, Namanganga, O'zbekistonning turli hududlariga uzum ko'chatlarimizni mana shu holatda xonadoniga ekmoqchi bo'lganlarga dastavka qilib beryapmiz. Ko'chatlarimizni ishonchligiga garantiya beramiz. Ya'ni mana ko'chatlarimiz holati mana shu holatda. Tomir qismi ajoyib rivojlangan. Pishirgan novdalari kamida bir qarich, yarim metrgacha pishirgan. Qadrli kuzatuvchilar, ushbu aynan qo'limda ko'tarib turgan ko'chatlarim avatar ko'chatlari. Yaqinroq olib keling, mana barglarini ko'rishingiz mumkin. Mana shunday siyoh, qizil bo'lib pishiryapti barglarini. Bizni kuzatib turgan, undan tashqari shu bog'dorchilikning ichida yurgan obunachilar, kuzatuvchilar biladi. Avatar ko'chatlarni barglari mana shunday siyoh, qizil rangda pishadi hamda ko'chatlarimizni holatiga bir baho berib qo'yasizlar. Mana qadrli kuzatuvchilar, mana bu tayyorlayotgan ko'chatlarimiz. Bu yerda F1, ketmon sopi, Mers navli uzum ko'chatlarimiz bor. Ushbu ko'rib turganlaring F1 uzum ko'chatlarimiz. Bu ko'chatlarimizni Jizzaxga 200 dona Jizzax G'allorol tumaniga jo'natib beramiz. Xudo xolasa bu ko'chatlarimiz ham bugun chiqib ketadi. Kimga mana shunday uzum ko'chatlari kerak bo'lsa, katta bog' tashkil qilmoqchi bo'lsalaring yoki xonadonlaringga ekmoqchi bo'lsalaring, iloji boricha dastavka qilib chiqarib berishga harakat qilamiz yoki o'zlaring kelib bemalol ko'chatlarimizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Bu yoqda ko'rsatib qo'ying, bu yoq bizni o'zimizni shaxsiy uzum bog'imiz. Bu yerda o'sha yil bo'yi uzumlarni yetishtiramiz. Ko'chatlarimizni esa boshqa dalalarimizda yetishtiramiz. Kesalaringiz dalaga ham olib boramiz. Dala uzoqroq bo'lsa ham bemalol kelib o'sha dalaga olib borib ko'chatlarimizni o'sha ko'z oldilaringda ko'chirib berishimiz imkoniyatiga egamiz. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Ko'chat ekish mavsumi boshlandi. Bu yog'i xudo xolasa sovuq tushguncha, ya'ni havo harorati minusga o'tmasidan ko'chatlarni ekib olsak, bahorga ko'chatlarimizning rivojlanishi, ko'karishi yaxshi bo'ladi. Videoga like bosib qo'ying hamda kim ko'chat ekmoqchi bo'lsa, o'sha tanishlarimizga videoni yuborib qo'ying. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizning ko'chatingizga buyurtma bering. Sog' bo'linglar.